Assalomu alaykum hammaga. Azizlarim, bugundan boshlab 10 kilo ozamiz. Bir haftalik menyu tuzdim. Agar siz ham ozmoqchi bo'lsangiz, oynaga qarab o'zingizni semirganingizni his qilayotgan bo'lsangiz, albatta bu video faqatgina siz uchun. Men bilan birgalikda bemalol ozishingiz mumkin. Men Telegramdan kanalim yaratib qo'ydim. Bemalol Yulduz bilan dieta degan kanal. Bemalol kirib, unga ham obuna bo'lib, unga mashqlar qo'yganman. Mashqlar, mana bu dietani menyularini qo'yganman. O'shalarda bemalol ko'rib, dieta qilib ozishingiz mumkin. Biz ozayotgan vaqtimiz yana umuman o'zimizni qiynamaymiz. Oshqozonimizni ham qiynamaymiz. Nima xohlasak yeymiz. Faqatgina shirinliklardan sal uzoqroq turamiz. Gazli ichimliklarni umuman taqiqlaymiz. 3 oy, misol uchun men o'zimga 3 oy nima qilgan bo'lsam, 3 oy davomida bir haftada 10 kunda bir yeb qo'yishim mumkin. Insonlik holi hammada bo'ladi yoki ichib qo'yishim mumkin gazli ichimliklar. Bo'ldi, ichib qo'ydikmi, yeb qo'ydikmi, dieta buzildi, endi qilmayman deb emas. Bo'ldi, tamom, ichib qo'ydim, yeb qo'ydim, hech qisi yo'q. Endi bundan keyingisi yaxshi bo'ladi deb mana shu minutdan, mana shu daqiqadan boshlab yana xuddi oldingiday dietamizni davom ettirib ketaveramiz. Bu sizga umuman nima ziyon qilmaydi, oshqozonimiz og'ritmaydi, yana bir narsalar, kokteyllar ichmaymiz, sog'lom ozamiz. Bir kunda 30 daqiqa yuramiz, 15 daqiqa mashq qilamiz. Domda turadiganlar lift o'rniga zinadan chiqamiz. Uy bekalari taom tayyorlaydigan vaqtimiz, uy supuradigan vaqtimiz yoki oyna artamizmi, nima desam ekan, ish qilayotgan vaqtimiz ham bemalol harakat qilib, mashqlar qilib ozish uchun bizga ozish o'zimizga kerak. O'zimizni sog'ligimiz uchun kerak. Albatta harakat qilamiz kun sayin, shunda sog'lom, chiroyli ozamiz. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, bu videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bu safarda birgalikda siz bilan birgalikda boshlaymiz. Buni qila olamiz. Qani ketdik. 10 kilo ozish uchun bugundan boshlab sizlar bilan davom etamiz. Описаниyaga Telegram gruppamning silkasini qoldiraman. Xohlovchilar albatta obuna bo'lib oling.